Rels lampalarni taqib, patologimizni ham eson-omon bitirib oldi. Bugungi video relsimizni boshlaymiz. Mana shu xonani 3-4 kun oldin qo'ygan edim. Ancha odam bashar bo'lib qoldi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Patologlarni polni yopib qo'yganmiz. Ikkita qator bu yo'lga relsoy lampalarni berib, elektrik ishlarini qildirib, hamma rozetka, chatellarni qo'ydirib olganmiz. Bu yoqda deraza bor edi, uni yopib yubordi. Bu yerga TV zona bor. Taxminan mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Xo'p, patologiya tiyaga bermaydigan bo'ldik, chunki o'zi 250 qolgan, tiyaga yana ham past ko'rsatib qo'ydi. O'shaning uchun полный splashnoy oboy, patologiya oppoq oboylar bo'ladi. Bu yoq tomonida devor pechkasi bor edi. Devor pechkani oldirib, cho'tki yig'ib gips kartondan 90 suv oldik va bu yoqqa polka mo'ljallaganmiz. 3 tamida, 4 tamida mebeldan bo'ladi ular. Podsvetkaga joylanib berib ketganman, simlarni chiqarib, mana 2 sm qochgan. Bo'ldi, mana shuni aylanib podsvetka bo'ladi. Cho'tki dizayn bo'ladi, xudo xolasa. Oppoq eshiklar, oppoq patologlar, uyimiz ancha katta ko'rinadi mana. Bitta baho beringlar qilingan ishga. Xudo xolasa ancha muncha ishlari bo'lib qoldi. Shu kunlarda bu yerda ham topshirib yuboramiz.